Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana bugun yangi video seriyamizni boshladik. Bu video seriyamiz fikr suhbatlari yoki falsafa suhbatlari deb nomlanadi. Ya'ni biz bugun falsafa suhbatlarini boshlaymiz. Bu video kontentlarda, bu video seriyasida nimalar bo'ladi? Biz albatta falsafa tarixini, fikr tarixini va bevosita inson tarixini, madaniyatlar tarixini, kultur tarixini ko'rib chiqamiz. Ancha vaqtdan beri buni qilmoqchi bo'lib yurdim, o'zingiz ham bilasiz. Lekin mana bugunga nasib ekan. Xudo xolasa bugundan boshlab, balki 3 oy davom etar, balki 5 oy davom etar. Qo'limizdan kelgancha falsafaning tarixini, faylasuflarning fikrlarini va hokazo hammasini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. O'ylashingiz mumkin, nimaga video bunday deb, ya'ni kamera yuqorida, chunki men bu mavzularni samimiy bir suhbat tarzida anglatmoqchiman. Oyoqda o'tirib emas. Va bu aytganimdek samimiy suhbat tarzida bo'ladi. Qanaqadir rasmlar, grafikalar ko'rmaysiz balki, lekin xarita olib kelishimiz mumkin balki tarixni tushuntirayotgan paytimizda yoki geografik ma'lumotlar berishimiz kerak bo'lgan paytda. Xullas, shunaqa yangi bir kontent boshladik. Xo'p, juda ham ko'plab ma'lumotlarga to'la videolar bo'ladi degan umiddaman. Sizga ham foydasi tegadi degan umiddaman. Xo'p, falsafa deganimizda, fikr deganimizda aqlimizga keladigan ilk borliq albatta bu inson. Chunki inson bo'lmasdan turib falsafa bo'lmaydi. Inson bo'lmasdan turib fikr, tushuncha degan narsa bo'lmaydi. Shuning uchun bugungi mavzumiz inson nima? Ba'zi paytlar doskadan foydalanish mumkin. Ko'p yozmaslikka harakat qilaman, ko'proq gapirib tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, inson nima? Inson nimaligi haqida shu paytgacha tarixdan beri, ming yillardan beri bu eng dolzarb savollardan biri, ya'ni insonning nimaligini ta'riflash, tavsiflashga harakat qilib kelishgan. Va bugun videomizda biz ham qo'limizdan kelgancha bu savollarga javob qidirishga harakat qilamiz. Xo'p, inson degan bir borliqni 3 ga bo'lib olishimiz mumkin, ya'ni 3 tabaqaga bo'lib olishimiz mumkin. Birinchi tabaqamizni jonsiz tabaqamiz tashkil qiladi. Jonsiz. Yoki bunga biz frankcha anorganik, ya'ni organik bo'lmagan anorganik tabaqamiz ham deyishimiz mumkin. Atomlarimiz, molekulalarimiz, ya'ni bizni koinotning boshqa jonsiz borliqlari bilan anorganik moddalar bilan birlashtirib turadigan qismimiz, tabaqamiz jonsiz tabaqamiz hisoblanadi. Ya'ni masalan koinotda bor bo'lgan elementlar bizning badanimizda ham bor. Va bu tabaqamiz bizni badanimizni tashkil qiladi. Ya'ni atomlar, molekulalar bizni badanimizni, biologik tuzilishimizni tashkil qiladigan, a'zolarimizni tashkil qiladigan parchalar. Xo'p, ikkinchisi buning ustidagi yana bir tabaqa jonli tabaqamiz hisoblanadi. Bunga biz bashar deymiz, arabcha, bashar, arabcha so'zdan olingan yoki o'zbek tilida odam ham deyiladi. Odam va uning salomatligi degan kitobimiz bo'lar 8-sinfda. Odam, ya'ni biologik, jismoniy inson desak bo'ladi, lekin insonga o'tmay turamiz, ya'ni biologik, jismoniy odam. Bu jonli qismi hisoblanadi va biz bu bilan boshqa qaysi borliqlarga o'xshaymiz? O'simliklarga va hayvonlarga. Ya'ni bashar tarafimiz, bashar tabaqamiz o'simlik va hayvonlar bilan bizni birlashtirib turadigan tabaqamiz hisoblanadi. Jonli tabaqamiz. Va jonlilar bilimiga nima deyiladi? Biologiya deyiladi. Ya'ni bizning organizmimizni, tirik organizmimizni o'rganadigan fanga biologiya deyiladi. Va bizning bu ikkinchi tabaqamiz bashar deb ataladi. Ya'ni jismoniy inson. Lekin uchinchi tabaqamiz bor. Bizning bu inson tabaqamiz. Bu umuman farqli va bu tabaqaga bu bilan boshqa bir borliq yo'q. Ya'ni bizning eng uchinchi ust tabaqamiz inson. Xo'p, inson bilasiz, ona rahmida tug'iladi. Ya'ni erkak va ayolning birlashuvidan keyin ona rahmida rivojlanishni boshlaydi.
ona rahmi, ya'ni bachadon ham deyiladi. Men ona rahmi degan so'zni ishlataman. Nimaga? Chunki bilasiz, rahm so'zi muqaddas bir nima deydi? Xudoning Ar-Rahman, Ar-Rahim nimalardan ismlardan keladi. Ya'ni mehr, shafqat, qo'riqlovchi, tashuvchi, yumshoq joy degan ma'nolari bor va biz qachonki ona rahmidan chiqsak, shu dunyoga kelamiz. Bu jarayon 7 oy, 9 oy, 9,5 oy davom etadi va bu jarayonni o'rganadigan fanga embriologiya deyiladi. Umuman inson va basharni o'rganadigan fanlar bor. Masalan, insonni o'rganadigan fanlar psixologiya, sotsiologiya, falsafa va hokazo fanlar. Basharni o'rganadigan fanlar fiziologiya, anatomiya, embriologiya va hatto antropologiya. Antropologiya ikkalasining orasidagi deyishimiz mumkin. Antropologiyaning ba'zi bir yo'nalishlari inson tarafimizni o'rgansa, ba'zi bir yo'nalishlar bashar tarafimizni o'rganadi. Xo'p, endi 7 oy, 9 oydan keyin dunyoga keladi dedik va u onamizning himoyalangan, yumshoq, mehr va shafqatga to'la rahmidan chiqib bu murakkab dunyoga kelamiz. Insonning o'zi bir murakkab borliq, dunyo ham murakkab bir joy. Ona figurasi, ona figuri, ya'ni ona degan bir borliq insonning hayotida juda ham muhim. Biz buni suhbatimiz davomida ham yana ko'rib chiqamiz. Xo'p, biz dunyoga kelganimizda bashar o'laroq dunyoga kelamiz, ya'ni inson emasmiz dunyoga kelamiz va bir yani 0 darajasida dunyoga kelamiz. İnsonlashuv, ya'ni inson bo'lish bu bir jarayon hisoblanadi. Ya'ni biz tug'ilganimizdan bir inson sifatida tug'ilmaymiz. Biz bashar sifatida, biologik jihat, jismoniy jihatdan inson bo'lib tug'ilamiz. Ya'ni odam deganimizdek o'zbekchada yoki arabchadagi bashar sifatida tug'ilishimiz mumkin. Lekin insonlashamiz keyin. İnsonlashuv uchun eng muhim unsurlar bor. İnsonlashuvning eng muhim unsurlari nimalar desa, biz 3 ta jarayon haqida gapirishimiz mumkin. Va bu 3 ta jarayonni 3 burchak shaklida chizaman. Masalan, mana bu yerga insonlashuv deb yozadigan bo'lsam, insonlashuv. Bu 2 ta jarayon bilan bor. İjtimoiylashuv va kulturlashuv. Mana bu ikkita jarayonsiz insonlashuv bo'lmaydi. İnsonlasha olmaymiz. İjtimoiylashuv bo'lmasa va kulturlashuv bo'lmasa. Va sizga shuni aytishim kerak. Bu jarayonlar bir-biri bilan ichma-ich bog'lanib ketgan. Ya'ni bir-biri bilan ichma-ich bog'lanib ketgan tushunchalar hisoblanadi. İjtimoiylashuv, kulturlashuv, insonlashuv. Biri bo'lmasa, ikkinchisi bo'lmaydi. Shuni aniq aytishim mumkin. Biri bo'lmasa, ikkinchisi bo'lmaydi. Mana bu ikkalasimiz insonlasha olmaymiz. Bashar darajasida qolamiz. Va bashar darajasida inson yashab keta olmaydi. Yana qaytamiz mavzumizga. Ya'ni biz tug'ilamiz va tug'ilganimizda bashar o'laroq tug'ilamiz. 0 darajasida, hech nimani bilmaymiz. Va biz bir jamiyat ichiga tug'ilamiz, bir jamoat ichiga tug'ilamiz. Bir to'plum deyiladi turkchasiga. Islom desa, masalan, ummat deyiladi. Va ijtimoiylashuv jarayon mana shu yerdan boshlanadi. İjtimoiylashuvning markazida yana ona turadi. Nimaga ona turadi? Bilasiz, arabchada boya aytdim, jamiyatga ummat deyiladi. Degani arabchada masalan ona degani yoki markaz, manba degan nimalar ham bor yoki yo'l ko'rsatuvchi degan ma'nolar ham bor. Ona. Nimaga ona turadi desangiz, ya'ni dunyoga kelganimizdan keyin ilk ko'radigan inson va ilk bizga
jamiyatni o'rgatadigan, ya'ni bizni ijtimoiylashtiradigan figur ona hisoblanadi. Xo'p, buning ilmiy isbotlari bormi? Bunaqa ilmiy tajribalar bormi desangiz, albatta bor. Rene Spence degan bir psixolog bor. 20-asrda shunaqa tajriba o'tkazadi. Yetimxonalarda va qamoqxonada. Qamoqxonada tug'ilgan bolalar bor, oldida onasi bor, lekin sharoit deyarli yo'q. Va yetimxonadagi bolalar bor. Ya'ni 2 oyligida, 1 oyligida yetimxonaga tashlab ketilgan bolalar bor. Va u yerda boquvchilar u bolalarga qaraydi. Yetimxonada oziq-ovqatlari beriladi, ustalmashtiriladi, tagalmashtiriladi. Ya'ni biologik va fiziologik jihatdan barcha sharoitlar, barcha ishlar qilinadi. Ya'ni bolaning talablari qondiriladi. Bolaga kerak bo'lgan, qilinishi kerak bo'lgan ish qilinadi. Lekin albatta u yerda ona bo'lmagani uchun, ya'ni bitta boquvchi 7 ta 8 ta farzandga qaragani uchun deyarli bolalarga teginmaydi. Bolalar bilan o'ynamaydi, bolalar bilan suhbat qilmaydi, muloqot qilmaydi. Ya'ni ona figuri yo'q u yerda. Ona yo'q. Kuzatuvlar natijasida 4 oydan keyin qamoqxonadagi bolalar uncha sharoit bo'lmasa ham, o'yinchog'i bo'lmasa ham, yashash sohasi juda ham qisqa bo'lsa ham, aynan onasi bo'lgani uchun normal tarzda rivojlanadi. Yetimxonadagi bolalarning 40% ga yaqini o'ladi. Qolganlari ham 4 oydan keyin, ko'pincha 4 oydan boshlanadi bu narsa. Ya'ni nafaqat jismoniy, ruhiy, balki jismoniy tarzda, ya'ni jismoniy jihatdan ham rivojlanishi sekinlashadi, to'xtaydi. Bolalar umuman reaksiya bermaydigan, qanaqa tuyg'u ko'rsatishni bilmaydigan, masalan, boshida yig'layotgan bolalar keyin yig'lamay qo'yadi va hokazo. Ya'ni bu onasizlik sindromi deyishimiz mumkin yoki undan keyin depressiya, ona bilan bog'lagan onasizlik depressiyasi ham deb nomlanadi. Bu hospitalizm ham deb nomlaydi Rene Spence. Bu yerda shuni ko'ramiz. Bolalar uchun faqatgina ozuqa kerak emas. Ya'ni faqatgina ozuqa bilan bola ulg'ayib katta bo'lib inson bo'lib qolmaydi. Bola uchun mehr kerak, bola uchun shafqat kerak, bola uchun sevgi kerak, bola uchun teginish kerak. Ya'ni bu yerda ona juda ham muhim o'rin egallaydi. Ya'ni ona yoki umuman boquvchi inson. Ko'pincha ona bu rolni o'z ustiga olgani uchun biz onani markazga qo'yamiz. Shuning uchun ham bizda ona muqaddas deyiladi. Xo'p, biz onamizning ichidaligimizda onamizning rahmida edik. Tug'ilganimizdan keyin onamiz kim bo'ldi? Bizning murabbiyamiz. Murabbiya. Balki bu so'zni biz ko'p ishlatmaymiz. Murabbiya so'zi ham bilasiz, rabba. Rabligidan olamiz buni. Rabba. Yetishtiruvchi, ulg'aytiruvchi ma'nolarida keladi. Ya'ni bizning ilk murabbiyamiz, bizning ilk yetishtiradigan kishi onamiz hisoblanadi. Buni nimaga qayta-qayta aytyapman? Chunki juda muhim. Buni yana bir ilmiy tajriba bilan sizga aytib berishim mumkin. 20-asrda adashmasam Sigmund Freud shunaqa deydi. Onaga bog'lanishi bolaning faqatgina oziqlanish bilan bog'liqligini iddao qiladi. Va bu iddaoga qarshi Harlov degan olim, psixolog bir tajriba o'tkazadi maymunlarda. Yangi tug'ilgan maymunlar onalardan ajratilib bir joyga qo'yiladi va simlardan, metal simlardan bir ona figuri yasaladi. Ona jismi yasaladi. Lekin faqat simlardan, metal simlardan. Va u yerga bir sut idishi qo'yiladi maymunlarning oziqlanishi uchun. Ikkinchi tomonga esa matodan, xuddi o'sha maymunning yunglarini eslatadigan bir matodan, maymunga o'xshash simlar emas, xuddi maymunga o'xshash bir matodan nima qo'yiladi, jism onaning o'rnini bosadigan va maymunlarni qo'yib yuborganda maymunlarning deyarli hammasi o'sha sut idishi bo'lmasa ham issiq ona bag'rida vaqt o'tkazadi.
Qorni och qolganda balki o'sha metaldagi sut idishidan, metal onadagi sut idishidan yeb, ichib, sut ichib qorni to'yg'ishi mumkin, lekin darrov yana o'sha boyagi yasama onaning oldiga borib o'sha yerda vaqt o'tkazish kerak. Ya'ni bu yerda nima aniqlanyapti bu tajribadan? Ya'ni faqatgina oziqlanish bilan bog'liq emas. Bu yerda onaning boshqa bir roli bor. Ona figurining boshqa bir roli bor. Xo'p, bundan keyin boshqa yana tajribalarni yana boshqa nima deydi? Boyagidek qo'rquvlik deydi turkchasiga. Bunday bizda bo'lardi oldin dalada qushlar qo'nmasin deb dalaga qo'yib qo'yardik-ku. Shunaqa narsalar olib kelib qo'yadi maymunlarning oldiga. Maymunlar qachonki o'sha boyagi yasama ona bo'lgan paytda, matodan yasalgan ona bo'lgan paytda qo'rqmaydi. Uni olib chiqib tashlasa qo'rqadi. Ya'ni onaning ahamiyati bizning mavzumizga qaytadigan bo'lsak, ijtimoiylashuvimizda o'ta muhim ahamiyatga ega ekan. Shuning uchun ham bizni islom kulturimizda, ya'ni dinimizda ham onaga shunaqa rol berilgan va shuning uchun ham biz muqaddas deymiz. Xo'p, ijtimoiylashmasdan turib biz inson bo'la olmaymiz dedik. Nimaga? Masalan, bizda hayvonlardagidek tug'ilishdan instinktlarimiz yo'q deyapti. Ya'ni ichgudi deyiladi turkchasiga, yo'q. Masalan, bir qo'zining, bir sigirning bolasi birdan tug'ilganidan yugurib o'ynab ketishi mumkin. Birdaniga. Unga hech kim o'rgatish shart emas. Yo bir qushga bir joydan ikkinchi joyga ko'chishni kimdir o'rgatish shart emas. Ya'ni hayvonlar tug'ilishi bilan birdan yashab ketish, o'sha sharoitga moslashib ketish instinktlariga sohib. Biz unaqa emas. Biz o'rganishimiz kerak. Biz deyarli barcha narsani o'rganamiz. Barcha narsani. Albatta eski klassik psixologiya bilan yangi modern psixologiyaning bu borada tortishuvlari bor. Klassik psixologiya insonda ham ichki instinktlar, tug'ilishdan keladigan instinktlar bor desa, modern psixologiya yo'q, biz hamma narsani o'rganamiz deydi. Bu tortishuvlarni bir joyga qo'yib turaylik. Buni nimadan bilamiz? Ya'ni o'rganishimiz nimadan bilamiz desak, bolaning rivojlanishiga qarasak bilamiz. Ya'ni o'rgatmasak deyarli o'rganmaydi. O'z-o'zidan o'rganib ketmaydi. Bu aytgandek, hayvonlardagidek biz o'rganib keta olmaymiz. Ikkinchisi Alzheimer degan kasallik bor. Alzheimer kasalligidagi insonlar, Alzheimer bo'lgan insonlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, ya'ni birinchi bosqich, ikkinchi bosqich, uchinchi, to'rtinchi bosqich degan bosqichlari bor va bu bosqichlarda sekin-sekin gapirishni, ovqatlanishni, hatto tualetga borishni, hatto yotishni unutib qo'yadi. Eng oxirgi bosqichlarida. Ya'ni asosiy tamal, fundamental insonning qiladigan ishlarini unutib qo'yadi. Ya'ni shundan ham bilishimiz mumkinki, biz hamma narsani o'rganar ekanmiz. Endi bu meni fikrim, tabiiyki, bu aytgandek qarshi fikrlar ham bor. Ya'ni instinkt bor insonda o'rganadi degan. Endi men hamma narsani o'rganamiz deb o'ylayman. Shuning uchun ham biz ijtimoiy hayotda, ya'ni ijtimoiylashishga majburmiz. Ya'ni insonning bir o'zi tug'ilishi bilan bir joyga qo'ysangiz, yashab keta olmaydi inson bolasi. Bir kun yashar, bir soat yashar, balki 1-2 daqiqa yashar, lekin yashab keta olmaydi inson bolasi shunday. Biz basharlikda yashab qola olmaymiz. Xo'p. Shuning uchun ham men oldin ham aytgandim, bitta videolarni ko'rgan bo'lsangiz, yolg'izlik insonga xos narsa emas. Chunki yolg'izlik depressiya olib keladigan narsa. Adashmasam Tom Hanksning bitta film bor edi. Ko'rgandirsizlar balki. Bir orolga tushib qoladi. Robinson Crusoe emas, lekin emas. Bir orolga tushib qoladi. Orolga tushgandan keyin bir to'pning ustiga inson nimasi chizib, yuzi chizib gaplashishni boshlaydi. Gaplashmasa bo'lmaydi chunki. Va o'sha to'p bir kun oqib ketib qoladi okeanga, oroldan va u jinni bo'lib qoladi. Ya'ni shunaqa depressiyaga kelib qoladi. Ya'ni bu nima degani? Bu yerda nimani ko'rsatib beradi? Inson yolg'iz yashay olmaydi. Inson yolg'iz bo'lsa insonlikdan chiqishni boshlaydi. Insoniylik xususiyatlarini yo'qotishni boshlaydi. Shuning uchun ham masalan hozir yolg'izlikka tashviq bor, yolg'izlikni maqtash bor, lekin tarixdan beri biz shu narsani ko'rishimiz mumkin. Ko'plab faylasuflarning fikri shunday, inson sotsial hayvondir, ya'ni inson ijtimoiy hayvondir deydi. Biz illoki biri bilan muloqot qilishimiz kerak. Illoki biri bilan fikr almashishimiz kerak. Chunki hayotda qola olmaymiz. Insonning ijtimoiy, ya'ni guruh holida yashashi nimaga kerakligini Ibn Xaldun ham ochiqlaydi, bilasiz. Ibn Xaldunga ko'ra ikkita muhim sabab bor.
Birinchisi himoya, ikkinchisi ozuqa. Biz na hayvonlardek kuchlimiz, ya'ni oziqamizni o'zimiz topadigan darajada, na hayvonlardek o'zimizni himoya qila olamiz. Ya'ni bizning panchalarimiz rivojlanmagan, tishlarimiz bu daraja o'tkir emas deydi. Ya'ni bu hokazo misollar bilan keltiradi va ikkita shu sababni ko'rsatadi. Ya'ni biz guruh holida yashashimiz. Xullas, inson ijtimoiylashmasdan yashay olmaydi. Ijtimoiylashish bilan birga biz kulturlashamiz. Kultur so'zining kelib chiqishini ham yozib ketay. Ya'ni nimaga kulturlashamiz? Kultur nima o'zi deganimizni hozir ko'rib chiqamiz. Nurture so'z bor inglizchada. Ya'ni buning teskarisi nima bo'ladi? Endi o'zbekchadagidek reni turkcha yozaveraman-da. O'zak mana bu yerda. O'zi cholera degan so'zdan kelib chiqqan deyiladi. Etimologiyasiga qaraydigan bo'lsa, culture bu tabiiy bo'lsa, tabiat, tabiiy, ya'ni inson qo'li tegmagan degan ma'nosi bo'ladigan bo'lsa, bu inson qo'li tekkan. O'zi cholera, ya'ni parvarish qilish, o'sirish degan so'zdan kelib chiqadi. Culture bo'lsa, ya'ni bichish, ekish, ya'ni insonning qo'li tegishi. Kultur so'zi ham shundan kelib chiqqan. Nimaga madaniyat so'zini ishlatmayapman? Chunki madaniyat plus Madinadan keladi. Madaniyat so'zining tarjimasi o'zbekchaga ko'proq sivilizatsiyaga keladi. Sivilizatsiyani ham biroz u fransuzchadan adashmasam tagi va u ham shaharlash degan ma'nosi bor. Ya'ni kultur bilan madaniyatning biroz farqi bor. Shuning uchun men ko'proq kulturlashuv, kultur so'zini olyapman. Ya'ni inson qo'li tekkan. Inson o'zgartirgan, ya'ni tabiiy emas ma'nosi bor. Tabiiy emas. Ya'ni bor holicha emas. Inson qo'li illoq tekkan degan ma'nosi bor. Xo'p, kulturlashuv nima desangiz, umuman kultur degan tushuncha nima desangiz? Kultur bizning hayotda qolishimiz uchun o'rgangan, bilgan barcha qadriyatlarimiz desak bo'ladi. Ya'ni moddiy, ma'naviy hammasi biz hayotda qolishimiz uchun kerak bo'ladi. Bu kulturni tashkil qiladi. Va kulturlashmagan bashar inson bo'lmaydi. Kulturlashimiz kerak. Kulturlashishimiz uchun nima kerak desangiz, ijtimoiylashuv kerak. Ya'ni ijtimoiylashuv bo'lmasdan ham kulturlashuv bo'lmaydi albatta. Ya'ni. Xo'p, kultur so'z, kultura yoki kultur deb yozaman, turkcha kultur deb ishlatiladi o'tda. Kultura. Kulturning asosiy oyoqlari bor. Birinchisi til, ikkinchisi din, uchinchisi bo'lsa zanoat deyishimiz mumkin. Lekin eng asosiysi bir ikkitasi til va din. Xo'p. Til. Til sxemasi inson bo'lishimizda, bizning bashardan insonlashishimizda eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Til sxemasiga sohib bo'lishimiz. Til deganda faqatgina gapirish ma'nosida emas. Ya'ni xabarlashuvlarning boshqa turlari bor. Yozuv orqali, masalan, gapira olmaydigan, gapirish nogiron bo'lgan insonlar bor, lekin ular ham muloqot qila oladi. Ular ham boshqalar bilan muloqot qila oladi, boshqalar bilan ma'lumot oldi berdisi qila oladi. Ular ham inson, ya'ni xuddi siz bilan menga o'xshab gapira olmasa ham. Ya'ni til degani faqatgina gapirish emas bu yerda. Bilasiz, xabarlashuvning har xil, tilning har xil nimalari bor. Yozish, qo'l harakatlari orqali bir-birini tushunish va hokazo. Lekin hammasi til sxemasi hisoblanadi. Xo'p. Tug'ilganimizda tilsizmiz. Tilimiz yo'q. Hayvon kabi balki ovoz chiqarishimiz mumkin, lekin tilimiz yo'q. Va sekin-sekin til sxemasiga sohib bo'lganimiz uchun bu shema deyiladi turkchasiga, rivojlanishni boshlaydi. 1 yoshda, 7 oylik, 6 oylikda balki ona, ota deyish mumkin. Anna, mama deb gapirish mumkin. 1 yoshda, 1,5 yoshda sekin-sekin tillanib boshlaymiz. Gapirishni boshlaymiz. Atrofdagilarimiz bilan muloqot qilishni boshlaymiz. Bu nima uchun juda muhim? Chunki mana bu kulturda boya nima dedik? Bizning hayotda qolishimiz uchun, yashab qolishimiz uchun kerak bo'lgan barcha qadriyatlarni biz tilimiz orqali, ya'ni bir-birimiz bilan muloqot qilish orqali o'rganamiz. Bu bo'lmasa bir-birimiz bilan muloqot qila olmaymiz. Va bu qadriyatlarni o'rganayotganimizda axtarilgan narsaga nima deyiladi? Bilgi yoki bilim yoki ma'lumot deyishimiz mumkin.
Bu narsalarni axtarishimiz uchun bir-birimizga til kerak. Va tilning yana bitta shunday xususiyati bor. Til bo'lmasa, tushuncha rivojlanmaydi. Ya'ni fikrlar olmaymiz. Masalan, shunaqa siz agar boshqa tillarni o'rgangan bo'lsangiz, balki ingliz tilini o'rgangandirsiz, balki turk tilini o'rgangandirsiz. O'rganganingizda shu narsani his qilgan bo'lishingiz kerak. Inson o'zbek tilida gapirayotganda boshqacha fikrlaydi. Turk tilida gapirayotganda boshqacha fikrlaydi. Yoki ingliz tilida gapirayotganda boshqacha fikrlaydi. Tilning to'g'ridan-to'g'ri fikrlashga ta'siri bor. Va til nafaqat bu bilan bog'liq. Va til fikrlash to'g'ridan nima bilan bog'liq? Yana fikrlash bu inson aqli bilan bog'liq narsa. Shuning uchun ham til o'ta muhim. Bizning to'g'ridan aqlimiz bilan bog'liq narsa hisoblanadi til. Ya'ni til bo'lmasdan turib inson fikrlay olmaydi. Tilsiz fikrlab bo'lmaydi. Va bu aql bilan bog'liq. Bizning insoniy tarafimiz hisoblanadi aql. Insoniy tarafimiz. Bizni. Xo'p. Tilsiz masalan inson tilni o'rganadi dedik. Ya'ni til sxemasi to'g'rishimizdan bo'lishi mumkin, lekin bu shakllanish kerak. Agar inson ijtimoiylashmasa, ya'ni boshqalar tarafidan boya bekordan bekorga aytmadim, bir-biri bilan uzviy bog'liq deb, bir-birini ichiga kirib ketgan deb. Inson ijtimoiylashmasa, tilda qanday o'rganadi? Qanday gapirishni o'rganadi? Qanday muloqot qilishni o'rganadi? Ya'ni biz o'rganamiz tilni. Tilimiz shakllanadi, tillanamiz. Va bu jarayon boya aytganimdek 1,5-2 yoshdan keyin juda ham o'sha tilimiz chiqib boshlaydi. İlk boshlarda bu muloqot jarayonida, tilda muloqot jarayonida oluvchimiz 11-12 yoshgacha, balki eng 13-14 yoshgacha balki balog'at yoshidan keyin beruvchiga aylanamiz. Ya'ni ko'proq olamiz yoshligimizda, bolaligimizda, keyin beruvchi, ya'ni boshqalarga axtaruvchi hisoblanamiz. Xo'p. Shunday tajriba bor deydi. Herodot balki o'qigandirsiz, Herodotning tarix asarida. Ya'ni inson umuman ijtimoiylashmasdan, hech kim bilan gaplashmasdan tili chiqishi mumkinmi degan bir tushuncha bo'lgan. Va Herodotga ko'ra, Gerodot deymiz biz. Gerodotga ko'ra Misr firavoni o'sha bir bolani izolizatsiya qilib, hech kim bilan gaplashtirmasdan turib, qani insonlikning tili nima til ekan deb ko'rgan degan bir nima bor? Iddao bor. Va shunda o'sha bola Bekos, ya'ni Frigiyacha non degan rivoyat bor, ya'ni shunaqa. Lekin bu bo'lishi mumkinmi? Deyarli imkonsiz narsa. Chunki biz boya aytdik, inson kimdir bilan gaplashmasa, muloqot qilmasa, uning til sxemasi shakllanmaydi, rivojlanmaydi. Buni qayerda ko'ramiz yana? Muqaddas Roma, Rim imperatori Friedrich II bolalarni izolizatsiya qiladi ham xuddi shunaqa 13-asrda va faqatgina o'sha uni nonini, suvni, ya'ni biologik ehtiyojlarini va gigiyenik ehtiyojlarini ta'minlaydi. Lekin boquvchilar bolalar bilan umuman muloqot qilishi taqiqlanadi. Va qizig'i shundaki, bolalarning hammasi o'ladi. Muloqot qilmagani uchun. Ya'ni insonlasha olmaydi. Albatta boshqa bir rivoyatlar ham bor, ya'ni hayvonlar, bo'rilar katta qilgan bolalar, ayiqlar katta qilgan bolalar va hokazo degan rivoyatlar ham bor. Lekin balki biologik ehtiyoji qondirilgani uchun yashab qolar. Balki. Lekin inson bo'lish uchun bu insonni boshqa bir inson tarbiyalash kerak. Tarbiya degan so'z o'rtaga kirdi bu yerda. Albatta buni boshqa videolarda ko'ramiz. Tarbiya, ta'lim mavzularini. Tarbiya ham mana bu ijtimoiylashuvning va kulturlashuvning bir parchasi hisoblanadi. Xo'p. Ya'ni inson tilni o'rganar ekan. Tillanishi uchun ijtimoiy hayot kerak ekan, kultur kerak ekan. Ya'ni kulturning eng asosiy oyoqlaridan biri, ustunlaridan biri bu til hisoblanadi. Friedrich II'ning tajribasida boya aytgandek, inson bolalar hammasi vafot etgan. Xo'p, ikkinchisi din dedik. Din. Tilsiz inson yo'q. Bashar saviyasida qolgan bo'lishi mumkin, lekin inson bo'lish uchun til albatta kerak. Ikkinchisi din dedik. Dinsiz bir jamiyat ham yo'q. Tarixni tiriltirib bo'lmaydi. Ya'ni vaqtni orqaga qaytara olmaymiz, tarixni tiriltirib bo'lmaydi. Balki bundan
500 ming yil oldin kimdir aytishi mumkin insonlarning dini bo'lmagan deb. Aytishi mumkin. Lekin tarix tiltirib bo'lmaydi. Biz buni qanday insonlar har bitta jamiyatning dini borligini qanday bilishimiz mumkin? Bugundan qarab bilishimiz mumkin. Ya'ni 19-asrda, 18-asrda, hatto 20-asrda Amazon o'rmonlarida, Afrikadagi o'sha qadimgi, xuddi o'sha ibtidoiy jamoat tarzida yashaydigan insonlarning ham o'sha kashf qilganimizda ularning ham dini borligini ko'rishimiz mumkin. Bu din tavhid dini, ya'ni o'sha islom, xristianlik yoki yahudiylikka o'xshagan din bo'lmasligi mumkin. Balki ruhlarga sig'inar, balki bir toshga sig'inar, balki bir haykalga sig'inar. Buni ahamiyati yo'q. Lekin din albatta bor har bitta jamiyatda. Chunki din ijtimoiy tartibni saqlab turadigan vosita hisoblanadi. Ijtimoiy tartibot desak bo'ladi. Din bo'lmasdan ijtimoiy tartibot bo'lmaydi. Din bo'lmasdan siz axloqiy normlarni o'tirg'iza olmaysiz, tamallantira olmaysiz. Shuning uchun ham din juda ham ahamiyatli. Buning uchun men sizga Durkheimni o'qishingizni maslahat beraman. Emile Durkheim, u o'zi adashmasam agnost, lekin dinning ahamiyatini juda ham yaxshi ochiqlab bergan sotsiologlardan biri hisoblanadi. Dinsiz bu aytganimizdek jamiyat yo'q va kulturning eng asosiy usullaridan biri til bilan birga din hisoblanadi. Ya'ni din bo'lmasa ham dinsiz kultur yo'q. Va kulturning eng asosiy oyog'i hisoblanadi. Va din mening qanoatim, albatta men o'zimning fikrimni aytaman bu yerda. Kim uchundir taraf bo'lishim mumkin. Inson qo'li bilan yaratilgan bir narsamiz. Din. Kimdir ishonishi mumkin, kimdir insonlar tomonidan yaratilgan deyishi mumkin dinda. Bu ahamiyatsiz. Ya'ni hamma o'zining fikri bor. Lekin menga ko'ra din bu inson qo'li bilan yaratilgan narsamiz. Va dinsiz jamiyat yo'q. Chunki ijtimoiy tartibot, ijtimoiy normlar ya'ni tartibga solib turadigan bir kurum, bir qurilish hisoblanadi, bir sxema hisoblanadi deyishimiz mumkin. Uchinchisi zanoat dedik. Zanoat deyiladi turkchasiga, o'zbekchasiga ham zanoat desa kerak adashmasam. Zanoat bu nima? Biz o'rtaga qo'ygan asarlar. Ya'ni inson tarixdan beri, paydo bo'lgandan beri atrofini o'zgartiradigan borliq hisoblanadi. Illoki biz atrofimizni o'zgartiramiz. Masalan, hattoki o'sha g'orlarda yashagan davrlarimizda ham o'sha g'orni yashash holiga keltirish uchun ham biz uni o'zgartirishimiz kerak. Ya'ni inson atrofini o'zgartiradigan yagona borliq hisoblanadi. Atrofni o'zgartiradigan yagona borliq. Shuning uchun zanoat bu yerda muhim narsa. Ya'ni hayotda qolishimiz uchun til, ya'ni kulturning asosiy usullari til, din, zanoat, ya'ni biz o'rtaga qo'yish keraklarimiz nimadir yasaymiz. Tosh davri degan davrlarimiz bekordan bekorga bo'lgani yo'q. Masalan, eng katta inqiloblardan biri tarım inqilobi deymiz, qishloq xo'jaligi inqilobi. Zanoatning natijasida. Sanoat inqilobi. Undan tashqari biz insonlar masalan ovchi to'plovchi paytida ham misol uchun shunchaki biz birdaniga olib yeb ketavermaganmiz. Buni biz ma'lum bir yeydigan holatga keltirganmiz. Hatto o'sha xom go'shtlarni ham inson yeyolmaydi. Nimaga? Olovda pishirish kerak. Olov shuning uchun ham o'ta muhim narsa va insoniyatning kashflari ichida eng muhim narsalardan biri hisoblanadi. Olov. Albatta biz olovni 100 ming yillar oldin kashf qildik. Lekin undan ham oldin foydalanganmiz. Qanday foydalanganmiz? Tayyor olovdan foydalanganmiz. O'rmon yong'inlari, o'sha yashin tushishi, lavalar orqali biz olovdan foydalanganmiz. Xo'p, shuning uchun ham olov o'ta bir muqaddas ham hisoblanadi. O'tov deymizki, o't so'zidan keladi. Yoki oila turkchada o'jak deyiladi. O'jak insonlarning o'choq deymiz-ku, biz insonlar to'planib o'tiradigan joy. O'chog'ing so'nsin degan bir qarg'ish bor turkchada.
o'ta yomon qarg'ish, ya'ni oilang butunlay yo'q bo'lsin degan ma'nosi bor. O'ta yomon qarg'ish. Ya'ni o't, olov juda ham muhim, misol uchun insonning insoniyat tarixida. Va boyatganda zanoat, ya'ni biz illoki nimadir o'rtaga qo'yib yashashimiz uchun atrofimizni o'zgartiradigan borliqlarmiz. Va mana shu uchalasi kulturni tashkil qiladi va kultur bizning boyatganimizdek hayotda qolishimiz uchun kerak bo'lgan barcha moddiy, ma'naviy qadriyatlarimizga kultur deymiz va biz buni ijtimoiylashuv va kulturlashuv orqali insonlashuv jarayoni bo'ladi deb aytamiz. Ya'ni inson bo'lish tug'ilish bilan bo'lmaydi. Ya'ni tug'ilganimizda biz boyatganimizdek inson emasmiz. Tug'ilganimizda basharmiz. Biz inson bo'lishni o'rganamiz. Biz insonlashamiz. Bugun mana shularni tushuntirmoqchi edim. Insonlashuvimizda asosiy ya'ni inson nima degan savolga biz albatta kunlab gapirishimiz mumkin, lekin qisqacha bir suhbat videosi bo'ldi deb o'ylayman. Agar kamchiliklar qolgan bo'lsa, keyingi videoda albatta to'ldirib ketishim mumkin. Xo'sh, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Video seriyamiz davom etadi.